Assalomu alaykum muhtaram Shavkat Miromonovich. Mana bugun men sizga ijtimoiy tarmoq orqali 5-marta murojaat qilyapman. Murojaat qilishimning asosiy sababi o'sha men Prezident virtual qabulxonasi xalq qabulxonasi orqali berayotgan murojaatlarim mutlaqo o'rganilmasdan, shu ariza va shikoyatlarim hatto o'qib ko'rilmasdan yana xo'jako'rsinlik bilan eski javoblarni ilova qilib arizalarni yopib kelmoqda. Bugungi kunga qadar mana men sizga ko'rsataman. Murojaatlarimning soni mana 170 tadan oshib ketdi. Shundan 119 tasi ko'rib chiqilgan. 43 tasi jarayonda, 16 tasi yangi, ya'ni bu 16 ta yangini o'sha haqiqatan arizalar o'qimasdan, arizalardagi ko'rsatilgan vajlar tekshirilmagani sababli yana qaytadan murojaat qilishga majbur bo'lganman. Shuning uchun hozir bular yangi bo'lib turibdi. 43 tasi jarayonda turibdi, lekin bu jarayonda turgan arizalarim 4 kun, 5 kun muddati qoldi. Albatta muddati kelishi bilan bular ham shu oldingilari kabi shu eski javobni ilova qilib yopib yuborishadi. Haligi Angren shahar ichki ishlar bo'limi xodimlari aytgandek, prezidentingga murojaat qilasanmi, ichki ishlar vazirligiga murojaat qilasanmi yoki bosh prokuraturaga murojaat qilasanmi, aylanib o'zimizga kelib tushadi, o'zimiz ko'rib chiqamiz degani haqiqatan ham rost bo'lyapti. O'sha siz o'sha ichki ishlar tergov bo'limi o'rinbosari yoki tergov bo'limi boshlig'i ustidan chora ko'rish to'g'risida murojaat qilsangiz yoki ariza bersangiz ham yoki ular bergan javobdan mutlaqo norozi bo'lib turib bersangiz ham arizangiz yana aylanib kelib shularni qo'liga tushmoqda. Lekin shu joyda aytib o'tishim kerak, shu arizalarimdan 5 tasi Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasi tergov bo'limiga kelib tushdi. Tergov bo'limidagilar ham o'sha meni fikrimcha Angren ichki ishlar bo'limining shu o'rinbosari Ravshan Pardayev, tergov bo'limi boshlig'i Ulug'bek Qo'jimurodovlar bilan maslahatlashib, ular shu arizalarga yopgan javobini olib, xuddi o'sha arizalar bilan yopib tashlamoqda. Agarda arizada haqiqatan shu murojaat ko'rsatilgan bo'lsa, shu javob bilan yopsa ham mayli edi. Lekin arizada mutlaqo boshqa holat ko'rsatilgan. Arizada umuman xonadonni bir guruh shaxslar, ya'ni sobiq prokuratura xodimi Abdurasul Yunusov tomonidan Rossiya Respublikasi, Qozog'iston Respublikasidan soxta ishonchnomalar to'g'rilab kelib, xalqni 30 yil, 25 yil yashab kelayotgan xalqning uylarini oldi-sotdi qilib olib qo'yib sotayotgani yuzasidan berilgan murojaat. Lekin bular berayotgan javobi mutlaqo oldin men o'sha tergov bo'limi boshlig'i Hojimurodov va o'sha go'yoki jabrlanuvchi deb e'tirof etilgan Umid Xudoyqulovlarga nisbatan bergan arizamga berilgan javobni ilova qilib bu arizani yopyapti. Buni qanday tushunish mumkin, muhtaram Shavkat Miromonovich? Menimcha bular hatto arizani o'qib ham ko'rmaydi shekilli. Bularni menimcha o'qib ko'rish uchun ham madorlari yo'q shekilli. Bir necha bor arizalarimni ko'rsatdim. Hech bo'lmasa o'sha davlat tomonidan berilgan formani hurmati, davlat tomonidan berilayotgan katta oyliklarni hurmati, arizani oxirigacha o'qib ko'rib, shu arizaga asosan javob berishlaringizni so'rayman deb eng tepasiga yozib qo'ysam ham, lekin ular uni o'qimaydi. Balkim o'qiyotgan ham bo'lishi mumkin, lekin bu yerda sobiq prokuratura xodimi Abdurasul Yunusovning jinoyatlari va u bilan birgalikda ish olib borayotgan guruhlarni yashirish uchun shunday qilayotgan bo'lishi mumkin. Men bu haqida biror narsa deya olmayman. Chunki qachonki bu arizani nasib qilib oxirigacha yetkazsak, o'shandagina hammasi bilinadi. Lekin o'sha aytganimdek, arizalarda hammasini chiqarib, hammasini javoblarini tikib boryapman. Oldin aytib o'tganimdek, hozir 3,5 mingtaga yetib qoldi. Nasib qilsa bir kun buni ham tekshiradigan idora, tekshiradigan nazoratchi chiqib qolar.
lekin hozir men o'sha xatti harakatlar yuzasidan xizmat tekshiruv o'tkazilishini so'rab murojaat qilganman Ichki ishlar vazirligiga. Bilmadim, endi bu arizam hozir Toshkent viloyati Ichki ishlar bosh boshqarmasiga kelib tushibdi. Bular xizmat tekshiruvi o'tkazadimi, o'sha berilayotgan arizalarni matnan o'qib chiqib bergan javoblar shu arizaga mos keladimi yoki mutlaqo boshqa arizaning javobini ilova qilib arizani yopganmi, o'shanga huquqiy baho berishlarini va chora ko'rishini so'rab murojaat qilganman. Qani murojaatimizni uzoq bilan 3-4 kunda natijasini ko'ramiz. Menimcha agar siz tomonidan bir qattiq topshiriq berilib, bu berilayotgan murojaatlarda javoblari qoniqarsiz bo'lib, o'sha tizimda ko'rsatilgan qizil knopka bosilsa, nima sababdan qaytadan ko'rilmayotgani to'g'risida bir qattiq topshiriq berib tekshirtirganingizdan keyin bu holatlarga aniqlik kiritiladi deb ishonaman. E'tiborlaringiz uchun rahmat.